siz ko'p baribir har intervyuda baribir shayxni bir eslab ketasizda. Basketbol o'ynashini gapirgansiz. Futbol o'ynashinglarda orada tanaffus bo'lib turgan paytda futbolga qiziqishlari bormidi? O'zi futbol ko'rishga, ya'ni o'ynashga emas. Endi shayx universalroq odam bo'lgan-ku. Keyin haligi millatga javobgar shaxslarda menimcha hamma narsaga qiziq. Hojiboy Tojiboyev hamma narsaga qiziqqan-ku. Endi o'xshatmoqchi emasman. O'zimni men Hojiboy akani ko'rganman bir joyda, o'zim ham e'tiroz ham bildirganman. Xitoy Taypeyni Xitoy deganlar 8-0 yutganmiz. Shuncha katta davlatni yutganmiz. Ko'rib qolganman Muvat videoda biz ham kaseta chiqarardik. Ular ham kelgan bo'lganlar. Hojiboy aka unaqa emas deb sekin gapirganman. Xitoy Taypey deb boshqa desam, ha aytishtirgan endi saviyali odam. Demoqchiman, umumiy qanaqadir qiziqib qo'yishim kerak, shuni bilib qo'yishim kerak degan qiziqishi bo'lgan. Juda hali muxlis bo'lib boshqa bo'lib emas. Kursi bo'lib turay. Chunki juda tanqidiy fikrlari ham ko'p edi. Haligi Kuvaytda yutganimizda men comeback qilganmiz-ku. Maqtanib kelganman 2005 ekan. Yozsam, ha qanaqa yutganinglarni bilamiz deb turib, o'g'illari Kuvayt elchixonasida ishlardi o'sha payti. Endi aytishlariga qaraganda ularga ham aytsa balkim ishonganlar, balkim Kuvayt futbolchilariga har xil narsalar olib kirishgan, boshqa qilishgan, juda ko'p o'yinlar bo'lgan bu yoqda. U hamma joyda bo'ladi. Men Xitoyda Maminovlarga ham, boshqalarga ham, bizani xonalarga ham qanaqadir qizlar eshiklarni taqillatib juda, chunki o'sha payt Xitoy chiqish kerak edi. Nima qilish kerak bo'lsa qilgandi. Shuni endi ular aloqalar bo'lganligi uchun eshitganlar. Umumiy qiziqish sifatida qarab qo'yardilar. Basketbolni yaxshi o'ynashardi lekin. Balkim gavdali bo'lgancha. Basketbolni ular yaxshi o'ynardi, lekin o'g'illar yaxshi o'ynardi. Keyin Bahodir degan ular shogirdlari bor edi, har doim boradi birga. U ham hammasi ilmli edi. Bir kun o'ynab turadi, Ikrom aka bor qilqa. Shunga aytdim Ikrom aka, basketbol uchun ham ilm kerak qarang dedim. Eng zo'rlar eng zo'r dedim-da, kulardi o'sha payt. Bo'ldi, boshqa emasmi hali? Yo'q, aynan menga jahon chempionatlarini har yo'q, basketboldan tashqari shayx boshqa narsa qiziq emas demoqchi edim. Otabek akamiz yaxshi gapi bor-da, o'sha buyuk odamlar o'zidan shogird qoldirishda ham o'ylash kerak. deydi. Shuning uchun endi siz baribir shogird sifatida so'rab olyapti, ya'ni. Faqat boshqa mazhabda bo'lgan. O'zi bir marta bo'lgan, u ketib qolgan, yarim soatda ketib qo'yganlardan keyin hamma o'sha yerda 90% bola futbol o'ynagisi keladi. Lekin sharoit yo'q. Birinchidan basketbol zali yonlamachasi kichkina qilib o'ynaydi. Shuni ham o'ynagisi keladi. Futbol-ku endi baribir. Birdan ketdik, keyin men o'ynay olmayman basketbol. Futbol o'ynay oladigan uchun futbolga o'tib ketdik. Futbol o'ynab 1 soatlarda kelsalar endi nariyoqda futbol bo'lib yotdi-da, bu yozal. Hayran o'sha payt aytganlar, masxaraga o'tib ketdi. Keyin qaytdik desa, yo'q, qaytmaydik. Ketadigan payt bo'ldi. Faqat ularni hurmatammi, boshqami kelib qo'yar, qoyil qolganman o'sha. Misol uchun kelib o'ynab ekan ham 1 soat o'tib ketgan, o'zi yarim soatda ketgan bo'lsa, kelish ham shart emas. Bo'ldi. Yo'q, kelib men anaqasi bor edi baribir. Lekin Hojiboy Tojiboyev masalasida Xitoy rostdan 76-yilgacha Xitoy Taypey Xitoy deb hisoblanganda. BMTda a'zolik. BMTda a'zoligi nuqtai nazardan. Yo'q, endi bari Xitoy Taypey bilan o'ynaganmiz-da. Formulani buzmoqchi bo'lyapsiz. Xitoy Respublikasi deb tan olinganda. Hojiboy aka u tomonlarni bilib gapirmagan. Xitoy deb eshitib qo'yganlar, ya'ni umumiy Zidanni bor kalla qo'yishini hammasini gapirganlar. Qanaqadir 4 ga, 3.5 ga bilib olganda o'sha balda. Chunki bilmasa, misol qishloq sohasini bilgani uchun juda chuqur gapiradi. Zo'r gapirgan. Haqiqatan uni o'sha joyda biladiganlar hatto hayron ham qolishgan. Biladiganlardan ham zo'r. Lekin bu tomonda ba'zi sohalar bor, iloji yo'q. Men bir xil qiziqchilikka qoyil qolaman, futbol umuman gapirmaydi, futbol qiziqmaydi. Qiziqmasa, gap misol uchun Mirshakar. Mirshakar umuman gapirmasligi to'g'ri. Birinchi gapida xato qiladi. Qiziqmaydi. O'zi final kuniga konsertini qo'yadimi? Finalga uni ming hozir konkurentim desa ham, boshqa desa ham o'zim eshitsam, futbolni o'zi konkurentligini bilarmikan? Bilmadim-ku. Qo'yib qo'ymaydi-da odam, xavfli-ku baribir. Hamma ko'radigan paytga qo'ygan. Keyin o'zgartira olmagan menimcha. Lekin men qo'yilga har doim e'tibor beraman, gapirmaydi shu mavzuni. O'zi shunaqa ham bo'lish kerak o'zi odam. Shuning uchun siyosat haqida gapirmayman. Xayrli-ku, boya shunaqa eshitdim.